Xo'p, hurmatli obunachilarimiz, navbatdagi ishimiz semechka qovurish apparati. Va bu o'zini avvalgi ishlab turgan shiti. Mana shunaqa ahvolga kelib qolgan. Hop, biz bu shitni yangilab berdik. O'zini invertorlarni qoldirdik. Budjetliroq bo'lsin degan uchun egasi. Qolgan narsalarni boshqatdan terib chiqdik. Bitta baho berasizlar. Hozir mana ishlash jarayonida ham qo'yamiz. Mana bu yerda nastroykalarimiz